jarayonimiz qanaqa bo'ladi, qanaqa imkoniyatlar bor bu yerda va dars qilish tartiblari birinchi mana shu qismidan ozgina gaplashsak, keyin sekin paper haqida, paper boshlang'ich kirish qismini ko'rib chiqaveramiz. Alaykum assalom. Kiring. Okey. Hop, buni ham rekord qilib qo'yaveraman, chunki kerak bo'ladi. Recording in progress. Okay. Hop, demak, bugun financial accounting bo'yicha birinchi darsimiz. Birinchi dars albatta bilganingizdek kirish darsi bo'ladi. Birinchi navbatda financial accounting nimalarni o'rgatish haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Hop, financial accounting bu o'zimizdagi shu buxgalteriya. Buxgalteriyada o'rganganimiz ko'pincha mana shu tarkibidagi asosiy barcha kerakli bo'ladigan muhim qismini financial accountingda ko'rib o'tamiz. Ya'ni buning ichiga nimalar kiradi? Birinchi o'rinda double entry. Ya'ni ikki taraflama yozuv deydi buni. Double entry ni o'rganamiz. Bu orqali biz umumiy har qanaqa biznesda bo'ladigan tranzaksiyalarni yozuvda akslantiramiz, ya'ni buxgalteriyada akslantiramiz. Bu nima beradi bizga desa, kompaniyani foyda zarari, balansi, barcha ma'lumotlarni beradi. Kiradi. Ya'ni bitta biznes uchun kerakli bo'ladigan, analiz uchun kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlarni aynan mana shu financial accounting o'rganib chiqamiz. Xo'p, buni tarkibida oxirida bizning rezultatimiz nima bo'ladi? Ya'ni nimani o'rganamiz umumiy holatda? Biz quyidagi asosiy statementlarni o'rganamiz. Birinchisi profit or loss, ya'ni biznesning foyda va zarari haqida hisobot. Ikkinchisi balans, ya'ni biznesda qancha aktivi, passivi, umumiy xullas mana shu elementlar haqida ma'lumot beruvchi balance statement yoki balance sheet deydi. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Cash flow va consolidation. Mana shu change in equity ham bor, endi juda ham elementar narsa. Ya'ni bu ham bitta statement qaraymiz. Mana shu statementlarning hammasini o'rganib chiqamiz. Umumiy kurs jarayonida. Kurs jarayoni 3 oy programmalashtirilgan. 3 oy ichida biz 2 oy qismini ikkita dars lecture, bitta dars revision qilamiz. Ya'ni 2 oy davomida ikkita dars lecture bo'ladi. Ya'ni bir haftada 3 ta darsimiz bo'lsa, ikkitasi lecture, bittasi revision bo'ladi. Tushundingmi? Haftada 3 ta dars, ikkitasi lecture, bittasi revision. Xo'p, ikkita dars jarayonida asosan sizlar bilan interaktiv holatda mavzu o'rganamiz. Savollar bo'lsa, bemalol beraverasizlar. Va 3-darsda men sizlardan so'rayman. Qanaqa so'rayman? Onlayn kurs beraman. Har bitta o'tgan mavzuyimiz bo'yicha har bitta odamni, har bitta student o'ziga profil ochamiz platformada va mana shu platforma orqali har bitta mavzuga aloqador testlar yuklayman. Mana shu testlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Hammani rezultati menga ko'rinadi. Kim qanday perform qilyapti, qancha vaqt sarflayapti, hammasi menga ko'rinadi. Endi bu yoqda bu nima deydi, ko'p vaqt sarflash yomon ekan degan ma'noda emas, prosta jiddiyroq mas'uliyat bilan yondashish maqsadida. Ya'ni bu improvementlarni ko'rib borishim uchun menga bu narsa kerak bo'ladi. Yana qanaqa qo'shimcha narsalar bo'ladi? Xo'p, dars jarayoni umumiy mana shu 3 oylik programmani plani bo'ladi bizda. Men sizlarga link beraman bugun, xudo xolasa. Bu tanishib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari, mana bu ko'rib turgan ekraningizda biz mavzuga aloqador kitobdan birma-bir har bitta qismini o'rganib chiqamiz. Caselar chiqsa, caselarni bajaramiz birgalikda. Barchasi xullas konspekt sifatida ishlaydi bu va bunga ham dastur beraman sizlarga. Onlayn ko'rib, masalan, o'sha ham videoda, ham kitob shaklida link orqali kirib foydalansanglar bo'ladi bu ma'lumotlardan. Xo'p, demak, bizda nima bo'ldi? Plan bo'ldi. Qo'shimcha study materiallar ham beraman. Kaplan, asosan biz Kaplandan foydalanamiz. BVP shart emas, nimaga shart emas? Study text bo'yicha, ya'ni bizga lecture uchun o'qib o'rganishimiz uchun Kaplan qulayroq. BVP shuni takrorlaydi. Xuddi shu materialni boshqacharoq usulda yozgan BVP kitobimiz.
Endi kimlardadir bo'lishi mumkin-da bu kitob. Bundan ham o'rgansam-chi, yo'q, shart emas. Kaplan o'zidan o'qisak yetadi. Testlarni Kaplan o'zidan bajarsak yetadi. BP'ni case'larini men shu platformaga yuklaganman. Ya'ni sizlarga beradigan case'larim hammasi onlayn holatda beriladigan BP materialining testlari bo'ladi. Kaplanning kitobidan foydalansanglar bo'ladi mustaqil ravishda. Xo'p, bundan tashqari mana bu notebook beryapman sizlarga. Ya'ni konspektimiz onlayn holatda foydalanish imkoniyati bo'ladi. Xo'p, yana nima qoldi? Asosiylar mana shu. Dars jarayonida masalan sizlar bilan qanaqadir case'lar ishlasak, uni alohida Excel'da yoki nimadirlarda ishlasak, bularni ham hammasini bitta papkaga onlayn yuklab olamiz. Hamma o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni shu papka orqali topsa bo'ladi. Asosiy materiallarimiz shular bo'ladi va 3 oy xudo xolasa mana shu programma orqali ketamiz. Sizlarga 3-oy aytmadimmi? 2 oy nima bo'lishini aytdim. Ikkita darsimiz bo'yicha bittasi revision bo'ladi dedi. 3-oy полностью bizda revision bo'ladi. Mock plus revision. 3-oyning bir haftasi mock bo'ladi, oxirgi haftasi. O'rtada internal mocklar ham bor. Undan ham foydalanamiz va qo'shimchasiga revision bo'ladi 3-oyda. Tushundingmi? Umumiy dars jarayoni bo'yicha mana shular. Xo'p, savollar bormi dars jarayonidan? Okay, savollar bo'lmasa, endi F3 masalan 3 oylik programmadan keyin nima qilamiz? Albatta ham imtihon topshiradi, to'g'rimi? Imtihon jarayoni haqida qisqacha aytib o'tay. Nimalar kutadi bizda? Xo'p, demak, imtihonda biz section A and section B kabi bo'limlar bilan ishlaymiz. Aynan financial accounting paperda. Xo'p, section A da biz maksimal necha ball olishimiz mumkin? Xo'p, 35 ta multiple choice question bo'ladi. Multiple choice question bu 2 marks. Bu degani 70 ball. Ya'ni 70%. Section A ni o'zini zo'r ishlab biz 70 ball olish ehtimolligimiz bor. Agarda masalan section A ni case'larini shunaqa zo'r bo'lganda hammasini 100% bajara oladigan holatga chiqsak, section A ni o'zidan demak bo'lsa sertifikat ola olamiz yaxshi natija bilan. Pass rate ni bilamiz-a? 50. Pass rate 50. Hop, bu 50 ball degan bo'ladi yoki percent rate atasak ham bo'ladi. Hop, section B da bo'lsa bu yoqda nima bo'ladi? Ikkita big question bo'ladi. Hop, ikkita big question bo'ladi va buni har biriga 15 balldan beradi. Hop, mana bu 15 ballni biz 5 ball, 10 ballga ega chiqishimiz mumkin. Ya'ni bo'limlarga bo'lingan bu big questionimiz ham har bitta bo'limidan alohida ball ishlashimiz mumkin. Ya'ni 15 ball bor yoki yo'q emasda 15 balldan 3 ball, 5 ball, 10 ball, 15 ball maksimal ishlashimiz mumkin. Ya'ni umumiy shunda bunisi 30 ball bo'lyapti. 70 30 100. Maksimal 100% idir. Mana shu tartibda olamiz. Xo'p, duration qancha bo'ladi? Bilamizmi? 2 hours. 2 soat davomida bajaramiz. Bu 2 soat taxminan yarim soatda deb o'tadi imtihon jarayonida. Shuning uchun yaxshilab o'rganishimiz kerak. Time managementni hozirdan yo'lga qo'yishimiz kerak. Sizlarga beradigan onlayn platformadagi case'larim mana shu time managementni hozirdan yo'lga qo'yishinglar uchun juda ham foydali. Nimaga? Har bitta savolga qanchadan vaqt sarflayotganinglarni o'zingizlar analiz qilib borsanglar bo'ladi. Sizlarga ham ko'rsatamiz. Okay. Yana nima savollar bor bu bo'yicha? Boshlayversak bo'ladimi? Sekin. Okay. Demak, o'zi financial accounting bu financial reportingga kirish hisoblanadi. Ya'ni financial reporting degani bu nima edi? Report qilish. Ya'ni hisobotlarni, bitta biznes hisobotini publikka report qilish. Bizda juda ham ko'p rivojlanmagan bu narsa nimaga? Ya'ni masalan publikka report qilish bizda yo'q deganda. Sabab bizda bozor, ya'ni stock exchange yoki stock market
shakllanmaganligi uchun, IPO'lar bo'lmaganligi uchun, juda ham sanoqli bo'lganligi uchun mana bu bizda juda ham rivojlanmagan. Ya'ni bizda asosan buxgalteriya soliq uchun ishlaydi. Lekin xalqaro miqyosda buni o'rganadigan bo'lsak, buni asosiy foydalanuvchilari investorlar. Asosiy foydalanuvchilari, ya'ni investor o'zida ham cheklab qo'ymaylik. Soliqdan boshqa juda ko'plab foydalanuvchi userlari bor hisobotdan. Biz aynan mana shu financial accountingda buni basic principle'larini aynan ular tarafdan, ularni foydasini, ularni nima deydi, noto'g'ri qaror qabul qilmasligi uchun to'g'ri ma'lumot shakllantirishni o'rganamiz aslida financial accountingda. Bu o'zi biznesni o'zi tarafdan emasda ko'proq tashqi tarafdan foydalanuvchilari to'g'ri qaror qabul qilishi uchun yaratiladi. Ma'lumotlar shu asosda shakllantiriladi financial accountingda. Chunki agar biznes ichida buxgalter biznesdan oylik olyapti va biznesni qiziqtirgan narsa yoki biznes egalarini qiziqtirgan narsa moliyaviy natijalarni zo'r ko'rsatib, ko'proq investor jalb qilish mumkin. Mana shunaqa nima deydi, interest bor bu yerda, ya'ni menejment tomonidan. Shuning uchun buxgalteriyada buxgalterning etikasi asosan bog'liq bo'ladi. Aynan mana shu investorlar tarafidan to'g'ri qaror qabul qilinishini ta'minlab berish. Ma'lumotlarni yozayotganda mana shu narsaga juda ham e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, qaysi statementlar bor financial accountingda? Ya'ni biz umumiy kurs jarayonida nimalarni o'rganamiz sizlar bilan. Hop, birinchisi, demak, bu yerda userlarni beribdi birinchi navbatda. Hop, userlarga birinchi to'xtalsak, ya'ni biz aytdik, asosan buxgalteriya dedik O'zbekistonda, to'g'rimi? Lekin xalqaro miqyosda qaraydigan bo'lsak, buni quyidagi userlar, ya'ni most common user deb ataydi buni. Masalan, customer bo'lishi mumkin, supplier bo'lishi mumkin, lender bo'lishi mumkin, government, competitor, public, employees, management, investors. Okay. Birma-bir qarab ko'rsak, masalan, customer nima uchun foydalanishi mumkin bitta kompaniyani hisobotidan. Bir o'ylab ko'raylikki, customer nima sababdan foydalanadi? Nimaga kerak customerga? Qanchalik uni produkti kачественный bo'lishi kerak? Hop, financial reportingda biz kачествоni ko'rsata olamizmi? Summarli turadi hamma narsa, to'g'rimi? Ya'ni bu yoqda qanaqadir quality'ni ko'rish ehtimolligimiz kamroq. Объем определенный, soat. Hop, объем nimani beradi bizga? То есть produkt yaxshi sposga egami yo'qmi? Ma'lum darajada to'g'ri. Ya'ni buni olsak bo'ladi. Hop, qarang. Biznesni moliyaviy holat haqida ma'lumot beradi deyapmiz hisobotda, to'g'rimi? Ya'ni men customer sifatida bitta kompaniyani produktidan foydalanyapman. Customer deganda faqat individual shaxs sifatida qaramaylikda, boshqa bir biznes bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Ya'ni katta bir biznes bo'lishi mumkin. Shu biznes boshqa bir biznesni, ya'ni поставщигini hisobotini o'rganishi tabiiy. Nima sababdan? Ertadan keyin agarda поставщик yo'l bo'lib qolsa, har doim olib turgan tovarni boshqa bir biznes bilan o'sha ob'yomda olishi qiyin bo'lishi mumkin. Balkim qimmatga tushadi, balkim topa olmas. Ya'ni bu yoqda risk bor. Mana shu tarafdan har doim bu narsa analiz qilib turilishi kerak baribir. Ya'ni customer jihatdan ko'proq qaraladigan narsa mana shu holatda qarasak bo'ladi. Bundan tashqari yana kompaniyaning o'zini maqsadlari bo'ladi. Asosiy oliy maqsad deydi, masalan, yoki qanaqa policylardan foydalanadi. Misol uchun sustainable resurslar ko'proq foydalanishi mumkin. Ya'ni bu chet elda juda ham bu narsa rivojlangan, bilamiz. Aynan tabiatga zarar yetkazmaydigan green policy bo'lsa agar biznesda ko'proq interest bildiriladi. Ya'ni aynan o'sha kompaniyani rivojlantirish, aynan o'sha kompaniyaga mahsulotlardan ko'proq foydalanish. Nima maqsadda? Tabiatni asrash maqsadida, masalan. Shunga o'xshash faktorlar bor bu yerda. Ya'ni hisobotni notlarida mana shu narsalar keladi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Aynan hisobot o'zida. Okay. Endi supply. Bu nimaga?
analiz qilish kerak boshqa bir kompaniyani, ya'ni customer'ini hisobotini. Supplier kimligini bilamiz. Поставщик. Aha. qarzdorlikga boyligini yo'llaydi. Asosiy maqsad mana shu bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni men bunga qarz berishim kerakmi yoki yo'qmi? Birinchi savol. Qarz berib qo'ygan bo'lsa, yana dach qarz berishim kerakmi yoki yo'qmi? Va berib qo'ygan qarzini men undira olamanmi yo'qmi? Mana bu risklarni ham nazorat qilib boradi. Ya'ni shu jihatdan bu ko'proq kerak. Lender ham xuddi shu jihatdan qarasak bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni u ham bitta supplier sifatida qarasak bo'ladi, lender. Government soliq, ya'ni government soliq va statistika bo'lishi mumkin. Statistika uchun. Competitors. Endi bu menimcha hammaga aniq, ya'ni konkurensiya qilish uchun, bozorda o'zini o'rnini yo'qotib qo'ymaslik uchun yoki uni yutib chiqish uchun, raqibini yutib chiqish uchun turli xil strategiyalarni qo'llash maqsadida o'rganib chiqish uchun kerak. Public. Public investitsiya uchun, asosan investitsiya uchun. Xo'sh, endi employeega nimaga qiziq bu? Nima o'ylaysizlar? Men qaysi biznes ishlasam, uni hisobotini o'rganishim kerakmi? Shikirayotgan misol uchun. Hop, shikirayotganda. Hop, okey. Eng qiziq joyi shu. Voy, bonus olamanmi? Boylik bo'ladimi yo'qmi degan. Okey. Okey, yanachi. Yana qaysi taraflardan bo'lishi mumkin? Yana variantlar bor? Biznes yopilib ketishi mumkinmi? Ya'ni biznesda likvidligini tekshirish kerakmi? Employee ham masalan oylik olyapti, ertadan keyin ishsiz qolib ketmasligini his qilib turish kerakmi? Turish kerak. Ya'ni bu jihatlari ham bor. Ya'ni o'zini riskini tarafdan qarashimiz kerak har doim. Qanaqa risklar bor? Aynan qaysi bir kompaniya bilan masalan ishlayaptimi? Risklarni har doim manage qilib borish kerak. Xoh u employee bo'lsin, supplier bo'lsin, customer bo'lsin. Hop, management bilamiz, to'g'rimi? Turli xil aynan biznesni rivojlantirishdagi qarorlar uchun kerak bo'ladi. Va investorlar. Hop. Investor deganda bu aynan shu biznesga pul tikkan biznesmenlar sifatida qarasak bo'ladi yoki kompaniyalar sifatida qarasak bo'ladi. Public deganda interest bildirayotgan, ya'ni mana shu biznesga men pul tikishim kerakmi yoki yo'qmi? Ya'ni investitsiya kiritishim kerakmi yoki yo'qmi? Farqi bor investor bilan public bilan. Okey. Tushunarli-a? Hop, mana bu yerda qaytarganmiz. Hozir bitta hisobotlarni umumiy tushuntirib ketay. Hop. Quyidagi bizda hisobotlar bor. Birinchisi statement of cash flow. Hop, buni ko'rinishini ko'ramiz. Ya'ni har bir statementni ko'rinishini bugungi darsimizda bir marta ko'ramiz. Endi ularni sekin-sekin biz tuzishni darslar jarayonida o'rganamiz. Hammasini bittada hazm qila olmaymiz. Birinchi navbatda umumiy nimalar borligini his qilib olaylik. Shu maqsadda ko'rsatyapman buni. Hop. Demak, birinchisi cash flow. Hop, cash flow nimaga kerak? Yoki cash flowni o'zi bilamizmi, nima ma'lumotlar bo'ladi? Cash flowda nima ma'lumotlar bo'ladi? Qanaqa o'zi nimani hisobga oladi? Nimani inobatga olib boradi? Budgeting. Hop. Cash flow qaranglar. Financial accounting va management accounting bor, bilamiz-a? Financial accounting bu F3 hozir o'qiyotgan paperinglar, management accounting F2. To'g'ri. O'z nomida nima aytib turibdi qaranglar. Financial accounting odatda external userlar uchun hisobot tayyorlaydi. Management accounting uchun esa asosan management uchun. Internal userlar uchun. Hop, forecasting asosan managementda, financial emas. Financial accounting past datani yozadi asosan. Ya'ni future data bo'yicha ishlamaydi financial accounting. Ya'ni buxgalteriya har doim bo'lib o'tgan tranzaksiyani akslantirib boradi. Demak, statement of cash flow ham bo'lib o'tgan tranzaksiyalar bo'yicha, ya'ni pul oqimi bo'yicha hisobot beradi. Qancha pul kirimi bo'ldi, qancha pul chiqimi bo'ldi. Va uni turli xil klassifikatsiyalar bor, ularga alohida kelamiz. Umumiy ma'lumot cash bo'yicha to'liq informatsiyani cash flowdan ko'ra olamiz. Qancha pul keldi, qancha pul ketdi. Hop, ikkinchisi changes in equity. Hop, equity endi biz nima deydi? Buni hamma ham masalan ko'pchilik bilishi mumkin, lekin hamma ham biladi deb o'ylamayman. Bu alohida mavzu. Ya'ni equity-ni avval birinchi ko'rishimiz kerak nimaligini va shu bo'yicha yil davomida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, shu haqida ma'lumot beradi ikkinchi hisobot. Va uchinchisi eng qiziq bo'lgan va eng muhim bo'lgan hisobotlardan bittasi.
Ya'ni bu statement of profit or loss. Kompaniyani davr mobaynida ko'rgan foyda yoki zarari haqida ma'lumot beradi. Hop, navbatdagisi financial position, ya'ni moliyaviy holatlari bo'yicha ma'lumot beradi. Bu yerda qancha biznesning aktivi bor, qancha majburiyati bor va qancha equity'si bor. Mana shu haqida ma'lumot beradi. Hozir buni elementlarga alohida to'xtalamiz. Va note'lar. O'zi financial reporting o'z ichini mana shuni tashkil qiladi ichida. Note nimaligini bilamizmi? Ko'rganmizmi? Xalqaro hisobotlarni ochib ko'rganmizlar qiziq. Hop, xohlagan bir kompaniyalarni hisobotini, ya'ni publikga chiqargan hisobotini ko'radigan bo'lsanglar, mana bu 4 ta hisobotdan tashqari bir qancha note'lar berib o'tadi, ya'ni izohlar berib o'tadi. Ya'ni tepadagi berilgan ma'lumotlarni tarkibida ochiqlash kerak bo'lgan, investor ko'rish kerak bo'lgan yana ham ma'lumotlar bor. Ya'ni biz raqamda ko'rsatamiz uni, lekin u qayerdan kelib chiqdi, masalan, qaysi nima deydi, masalan, revaluation bo'ldi, kim revalue qildi uni, nimaga asoslanib qildi uni, ya'ni ishonchlimi u revaluation o'zi. Mana shu haqida investorni confidentini oshirish maqsadida qo'shimcha note'lar beriladi. Ya'ni bu ham mana shu hisobotning ajralmas bir qismi. Va bu bo'yicha alohida standartlar belgilangan. Ya'ni aynan bitta element uchun nimalar ochiqlanishi kerak, qanaqa ma'lumotlar note'ga kiritilishi kerak. Endi buni hammasini biz o'rgana olmaymiz, lekin aynan har bitta standartni o'rganganimizda muhim bo'lgan elementlarni ko'rib ketamiz ularni. Masalan, inventory bo'lsa, inventory bo'yicha nimalarni ochiqlashimiz kerak. Non-current asset bo'lsa, non-current asset bo'yicha nimalarni berishimiz kerak. Tushunamizmi? Mana shu narsalar haqida bu yerda, mana bu qismida ma'lumot beriladi. Okey, tushunarlimi? Shu qismigacha savollar yo'qmi? Davom etsak bo'ladimi? Faqat changing Equity. Shartnomalar. Hop, buni alohida kelsak bo'ladimi? Hozir biz bilaylik, mana shunaqa hisobotlar bor. Buni endi shakli bilan tushuntirib ko'rsatmasam, biroz keyinroq bo'ladi. Hozir biz birinchi navbatda bugungi darsimizda birinchi elementlar bilan tanishamiz. Ya'ni bu element tarkibida equity ham bor. O'zi equity nima? Birinchi tanishamiz, keyin bunga qaytsak bo'ladi. Okey. Hop, mana bu yerda shu management accounting haqida ma'lumot bergan. Bitta ko'rib qo'ysak bo'ladi uyda. Okey? Hozir umumiy tushuntirdim management bilan financial accounting farqini. Hop. Demak, mana bunda menga yordaminglar kerak. Aytyapti. Which of the following users do you think require the most detailed financial information to be made available to them? Competitors, a variant of visa, management of an entity, C variant, trade unions, va D variant, investors. Yoki C yoki D. No, D deb o'ylayman. Hop, bu yoqda bitta javob so'ralgan, ikkita variant yo'q. Shuning uchun bitta javob tanlashimiz kerak. Endi sizlarga bitta highlight qilaman. The most detailed financial information. Mana shu yerga e'tibor berasizlar. Kim require qiladi mana shu variantlar tarkibidan? Investorlarga asosan ROI kerak bo'ladi. Return on investment. Agar shunga asoslangan bo'lsa, management of finance. Okay. ROI. Qolganlarchi? Variantda bemalol aytaveringlar, xato qilish shartimiz bor hozir. Hech qanday muammo yo'q. Trade union nima desa to'g'ri. Okay, bemalol aytinglar. Trade union o'zi nima deydi? Trade union bu savdo birlashmalar. Ha. Okey, qaysini tanladik? Jamoaviy holatda management bo'lsa kerak. D, investor bo'lsa kerak. Demak, ikkita variant bo'ladi. Kompetitor bo'lish mumkin emasmi? Yo'q. Trade union ham bo'la olmaydimi? Okey. Demak, to'g'ri javobni aytaman. B javobimiz bo'ladi. Ya'ni qaranglar. Masalan, most detailed information kim talab qiladi desa, management. To'g'ri. Nimaga?
detailed information hammasi ham public available emasda, qolganlari public e'tibor bersak, ya'ni outside company, right? Third party deb atasak bo'ladi. Competitor, third party trade union, third party investors, bu ham third party. Ya'ni detailed informationni ular ola olmaydi. Detailed information management of entity, ya'ni kompaniyani managementiga beriladi asosan. Shuning uchun mana shu variantlar. Okay. Endi biz F3 paperida qanaqa bizneslar bilan to'qnashamiz? Qanaqa biznesning hisobotlarini ko'rib chiqamiz? Ya'ni bu yerda 3 xil biznes turi bor. Ya'ni birinchisi sole trader, yoki tartibdagi tadbirkor, ya'ni YTT ataydi buni o'zimizda. Aynan mana shu haqida. Ya'ni sole trader. Bu biznesni bir donagina egasi bor va o'zi boshqaradi. Bir nechta xodim olishi mumkin, cheklanmagan va bu hech qanaqa masalan publikga aksiya sotmaydi yoki investor jalb qilmaydi, ya'ni investorni jalb qilmaydi. Mana shunaqa. Ya'ni juda ham sodda bo'lgan bir biznes shakli. Hop, ikkinchi shakl bu partnership. Ya'ni shu bitta owner bitta bo'lmaydi denda ko'proq bo'ladi. 2 va undan ko'proq bo'ladi. Ya'ni 2-3 ta masalan og'ayni birlashib turib bitta biznes tashkil qilishi mumkin. Okay, endi bu masalan sole trader bilan partnership va uchinchisi limited liability company deymiz. Bularni bir ketma-ketlikda masalan nima sababdan bular yaralgan, o'zi qaydan kelib chiqqan degan narsaga sal olib borsak, ya'ni ko'proq chuqurroq kirsak. Qarang, birinchi mana bu ya'ni juda ham sodda bo'lgan, primitiv bo'lgan bir biznes shakli deb qarasak bo'ladi, ya'ni boshlang'ich bo'lgan. Bunda o'sha aytganimdek bitta biznes egasi bor va bir nechta ishchisi bo'lishi mumkin. Biznes qarorlari faqat asosan bitta odam tomonidan qaror qabul qilinadi va biznesni yashovchanligi bitta odamga juda ham bog'liq. Masalan, biznes egasi yo'q bo'lib qolsa yoki faoliyatini to'xtatsa, biznes to'xtash ehtimoli juda ham katta. Bu turdagi biznesda. Qachonki masalan boshqa bir masalan bilamiz, masalan biznesni sotsa bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunda unaqa narsa yo'q. Ya'ni bitta odamga bog'langan bo'lib qoladi. Qaror qabul qilish tez bo'ladi, yutuq tarafi. Chunki bitta odam qaror qabul qiladi. Lekin xato bo'lish ehtimoli juda ham katta. Ya'ni discussion bo'lmaydi, bitta odamga bog'liq bo'lgani uchun shu kamchilik ham kamchiligi ham advantage sifatida ishlaydi mana bu jihatda. Xo'p, partnershipda bo'lsa 2 va undan ko'p dedik. Boshqaruv ham demak 2 va undan ko'p odam orasida bo'ladi odatda. Va qarorlar ham shunga nisbatan sifatliroq bo'ladi, lekin vaqt olishi mumkin. Vazifalar taqsimlangan bo'lishi mumkin bu biznesda. Ya'ni bitta odam biznesni boshqarsa, bittasi sotuvni boshqaradi, bittasi masalan tovar sotib olish, ya'ni purchase yuritishi mumkin. Shu kabi diversification bo'ladi. Ishlarni taqsimlanishi yuzaga keladi. Endi sole trader bilan partnershipni farqlari, asosiy farqlari. Sole traderda moliya jalb qilish manbasi sole traderning o'zi, biznes va biznes egasi bitta shaxs bo'ladi. Ya'ni biznes egasini nomiga ochiladi, to'g'rimi? Ya'ni alohida biznes sifatida qara olmaymiz biz sole traderda. Masalan, biznes bor, biznes qarzga kirsa, biznes egasini ham qarzi hisoblanadi u. Ya'ni bitta shaxs bo'ladi. Biz accounting purpose-dan biznesni va biznes egasini alohida qarashimiz mumkin, lekin legal jihatdan bitta shaxs bo'ladi. Biznesning qarzi biznes egasini ham qarzi hisoblanadi. Partnershipda ham xuddi shunday. Ya'ni partnershiplar biznes egalari hisoblanadi va biznes agar qarzga kirsa, partnershiplar yopib berish kerak bo'ladi mana bu qarzlarni. Moliya jalb qilish. Sole traderda bitta shaxs dedik. Bitta shaxs qancha imkoniyati bo'lsa, qarz jalb qilishga, ya'ni loan olishga, partnershipda endi shu karraroq bo'ladi, ya'ni 2 karra 3 karra bo'lishi mumkin, partnerlar soniga qarab. Ya'ni yutuq tarafi shu. Endi loss jihatdan yana bitta narsani aytaman. Partnership loss ko'rsa,
bu partnerlar o'rtasida taqsimlanishi kerak. Lekin agar 3 ta partnerdan ikkitasi to'lov qobiliyati yo'q, bittasida bor. Mana bu holatda bitta partner o'zidan undirilishi mumkin. Ya'ni proportion bo'lmaydi. Biznesga masalan 33 dan 3 ta odam 33% dan pul tikdi, ya'ni teng bo'lishga ega hammasi, lekin qarzga kelganda har doim ham teng bo'lmaydi. Ya'ni biznes qarzga kirdi, yopildi, bankrot bo'ldi, qarzni yopib berish kerak. Odatda partnerlar o'rtasida taqsimlanadi. Agarda yopilmay qolgan qismi kimning imkoniyati bo'lsa, shundan olinishiga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni partnerda shunaqa jihati bor. Sole traderda bo'lsa, sole trader o'zi yopib beradi hammasini. U uyini sotadimi, mashinasini sotadimi qiziq emas. Ya'ni majburiyat to'lig'icha sole traderga. Bunizda partnershipga tushadi. Partnerlarga tushadi. Tushundingmi? Endi qaranglar. Mana shu jihatdan bu bizneslarda juda ham ko'p kamchiliklar bo'lgan. Ya'ni moliyaviy manba cheklangan, risklar katta, biznesning yashovchanligi yo'q. Mana shu kamchiliklardan kelib chiqib, endi mana bu limited liability company, ya'ni majburiyatlari cheklangan jamiyat shakli yaratilgan. Endi bunda biznes alohida va biznes egalari alohida, ya'ni investorlar alohida qaraladi. Alohida shaxslar, legal jihatdan ham. Ya'ni limited liability company bu alohida yuridik shaxs deb qaraymiz, to'g'rimi? Alohida shaxs. O'zining nomiga qarz oladi, o'zining nomiga aktiv oladi va qarzlarga o'zi majburiyatini bo'yniga oladi. Xo'p, investorlar bu yoqda o'zgarishi mumkin. Investor o'zgardi, ya'ni biznes egasi deb qaraydigan bo'lsak, endi investorlar, ya'ni pul tikayotgan odam ku investor. O'zgargani bilan biznes o'zgarib ketmaydi, chunki biznesni boshqarayotgan shaxslar umuman boshqa, ajratilgan bir-biridan. Ya'ni buni ustunligi mana shu limited liability company. Va public aksiya chiqarsa bo'ladi, cheksiz bu. Ya'ni qancha odam interest bildirsa, qancha odamni o'ziga jalb qila olsa, shuncha ko'p finance jalb qila oladi bu biznes. Yana bu ustunligi, biznesning yashovchanligini aytdik. Ya'ni biznes egasi almashgani bilan, investorlar almashgani bilan biznes menejmenti buzilib ketmaydi. Davomliligi bor. Mana shu jihatdan bular qulaylik bor va yana biznes qarzga kirib qolsa bunday. Ya'ni yopilib ketadigan holatga keldi, bankrotlik e'lon qilyapti. Xo'p. Deylik, biznesning aktivlari sotildi. 10 million dollar pul bo'ldi, lekin biznesning 15 million qarzi bor. 5 million yetmayapti. Investordan olish kerakmi endi buni? Yo'q. Limited liability companyda unday emas. Ya'ni investorlarning huquqi cheklangan, investorlarning riski cheklangan. Qay darajaga cheklangan desa, investorlar maksimal risk qiladi tikayotgan puliga. Maksimal yo'q bo'lib qolishi mumkin tikayotgan puli. Undan yo'g'iga shaxsiy mulklarga o'tmaydi. Biznesdan tashqari mulklarga hech qanday ta'siri yo'q buning. Ya'ni biznesga men tikdim, yo'q bo'lib ketsa maksimal shu pulim yo'q bo'lib ketadi. Foyda ko'rsam ko'raveraman. Mana shu tartibda ishlaydi limited liability company. Okay. Hop. Endi savol yo'qmi hozircha? 3 ta kompaniya bo'yicha, 3 ta shakl bo'yicha. Shunda o'g'li qarzini o'zidan undiriladi? Ha, Ta'sischidan undiriladi? yo'q, ta'sischiga qaralmaydi. Korxonani o'zidan undiriladi. Yopilib ketdi-yu. Yopilib ketdi. Maksimal o'zini aktivlardan qoplab beradi. Aktivini sotadi, mana shu aktivlarni taqsimlab berish kerak qarzlarga. Xususiy tadbirkorlar siz uni mulkiga qaratadi. Shunaqasi lekin unaqa unchalik ishlaydi. Yo'q, u qonunchilikka ham bog'liq bu narsa. Ya'ni qonunlar bilan o'zgarishi mumkin ma'lum darajada. Bizda baribir Ta'sischiga qaratadi bizda. Bor, tarafda. Hozir biznes Yo'q, Ta'sischiga qaratdi-da, mana misol uchun bitta firmada agar jinoiy ish ochiladigan bo'lsa, uni rahbariga jinoiy ish ochiladi-da. Endi biz bu yerdan tashqaridan turib firmadan deyishimiz mumkin, lekin haqiqatda direktor javob beradi. Shu tarafdan. Biz bu yerdan ko'ramizki, baribir qaratyapti. Mumkin emas Mana bu, ya'ni investor jihatdan to'g'ri. Ya'ni investorni aynan bizda endi nima deydi? Ham ta'sischi direktor ko'proq shunaqada bizda. Ya'ni shu jihatdan aytyapmiz. Investor bilan direktor bitta bo'lib qolgani uchun shunday o'ylaymiz. Shunday. Okay.
Ha, keyin yana bitta narsa. Taxation. Taxation qolib ketdi, qaranglar. Sole trader va partnershipda double taxation yo'q. Bu degani nima degani? Masalan, biznes foyda ko'rdi. Buni masalan, foydasidan biznes egasi как daromad sifatida soliq to'laydi. Mana bu yerda limited liability company deb bo'lsa, yuridik shaxs sifatida biznes o'zini foydasini alohida hisoblaydi. Ko'rgan foydasidan masalan income tax to'laydi va undan keyin shareholder dividend sifatida yechayotganda yana soliq to'laydi. Ya'ni double taxation bor limited liability companyda. Sole trader bilan partnershipda bu narsa yo'q. Farqlari mana shular. Asosiy farqlari mana shular. Okay, bular bo'yicha savol bo'lmasa, keyingi qismga o'taman. Xo'p, endi framework degan boshlang'ich tushunchamiz bor. Qaranglar, bugun sal ko'proq boshlig'ini o'rataman. Teoriya chastlar bilan nimaga? Bugun ozgina kirish qilishimiz kerak baribir. Ya'ni biz ishlatayotgan standartlarni tag mohiyati nimada o'zi, qayerdan kelib chiqyapti? Mana shu narsani tushunib olishimiz uchun mana bu juda ham muhim. Demak, birinchisi framework. Framework nima? Oddiy sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, qonunchilikda konstitutsiya bor, to'g'rimi? Ya'ni u asos. Hamma qonun, qarorlarga asos bo'ladi, to'g'rimi? Framework ham xuddi shunday vazifani bajarib beradi. Ya'ni framework base fundamental sifatida qaraymiz standartlarga. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? O'zining konseptlari bor har xil. Masalan, accruals concept deymiz. Eshitganlar bo'lsanglar. Ya'ni accruals concept foyda, zarar qaysi davrda ko'rilsa, o'sha davrga yozilishi kerak. Masalan, men kechga qaramayman, kech qachon kelyapti, qachon ketyapti qaramayman-da, aynan daromadi qaysi davrda bo'ldi, rasxodi qaysi davrda bo'ldi. Aynan o'sha davrda akslantiraman bu ma'lumotlarni. Ya'ni bu framework tarkibidagi prinsiplar, asosiy prinsiplar. Har qanday standart shunga ko'ra ishlash kerak. Har qaysi standart yaratilsa, masalan, biz non-current standart ko'rishimiz mumkin, inventoryga, boshqa ko'plab elementlarga masalan biz ko'rishimiz mumkin standart. Lekin shu standartlar nima asosida shakllangan? Mana shu basic prinsiplar asosida, fundament asosida shakllangan va buni biz framework deb ataymiz. Demak, buni tarkibida nimalar bor? Aytayotgan har bitta elementi. Hop. Mana bu yerda purpose ni ham berib qo'yibdi. Bitta ko'raylik mana shu purpose'ni. Ya'ni the purpose of conceptual framework to assist the ISB, ya'ni bu board deb ataydi. Ya'ni board bu standart chiqaruvchi organizatsiyani bo'limi. Ya'ni standart yozadi mana. Standart yozish. Ya'ni boardga assist qiladi in the development of financial reporting standard and to assist preparers of financial statement to develop accounting policies when reporting standards do not provide sufficient guidance. E'tibor beringlar. Demak, birinchi navbatda assist qilyapti standartlarni development uchun. Ya'ni standartlarni rivojlantirib boramiz, to'g'rimi? O'zgarib boradi standartlar. Davr o'tib yangi elementlar qo'shilib, shunga ko'ra standartlar o'zgarib borishi mumkin. Mana shunga yordam beradi, assistant bo'ladi. Va undan tashqari reporterlar uchun, preparerlar uchun, hisobot tuzuvchilar uchun, ya'ni buxgalterlar deb qarasak bo'ladi. Qaysidir joyda standartda berilmagan narsa kelyapti. Qaysidir standart bor, masalan deylik, shu standart tarkibida biz ishlatayotgan holat yo'q. Ko'rsatilmagan qanaqa treatment qilinishi. Shu jarayonda biz basic principlelarga yuzlanamiz. Ya'ni frameworkga yuzlanamiz. Standart yo'qmi? Frameworkga qaraymiz. Qanaqa bo'lishi kerak bu narsa? Shu asosida judgment qo'llaniladi keyin. Ya'ni buxgalter tomonidan judgment qo'llab yoziladi va buni note'da keltirib o'tadi. Nima sababdan? Aynan shu aytayotgan tranzaksiyamizni shunday yozganligini. Ya'ni bu asos. Birinchi navbatda biz standartga qaraymiz. Standart javob bera olmay qolsa, frameworkdagi asosiy prinsiplar asosida biz qaror qabul qilamiz. Xo'p. Okay. Endi aynan mana shu hisobotimizda informatsiyalar quyidagi tartibda shakllanadi. Fundamental
qualitative characteristic bu berayotgan, yozayotgan informatsiyamizda bo'lish kerak bo'lgan xarakter yoki quality'lar. Birinchisi relevant bo'lish kerak informatsiya. Ya'ni relevant deganda tarkibi bor bo'lgan. Relevant deganda nimani tushunamiz? Influence the economic decision. Ya'ni decisionga ta'sir qila olish kerak. Ya'ni qila olish kerak emas. Masalan, biz berayotgan informatsiya decisionga ta'sir qiladigan informatsiya bo'lishi kerak. Deylik, bitta oddiy misol keltiraman. Relevant yoki relevant bo'lmagan informatsiya uchun. A kompaniya ABC tovarni ishlab chiqaradi. Bitta informatsiya. Ikkinchi informatsiya, A kompaniya A tovardan yiliga mana buncha hajmda, B kompaniya B tovardan mana buncha, C tovardan mana buncha hajmda ishlab chiqaradi masalan. Ya'ni ikkinchi berayotgan informatsiyamda ko'proq decisionga ta'sir qiladigan ma'lumot bor. Ya'ni more relevant bu ko'rinadi mana shu holatda. Ya'ni bu yerda ham aynan shu narsa aytilyapti. Economic decisionga ta'sir qiladigan informatsiya bo'lish kerak. Ya'ni shunaqa qobiliyati bo'lish kerak. O'zi buxgalteriyada har bitta tranzaksiyani o'zi qarorga ta'siri bor. Shuning uchun yoziladi har bitta tranzaksiya. Masalan, xalqaro buxgalteriyada yana kelib qoladi, judgment asosida shakllanadigan ba'zi elementlar. Mana shu qismga kelganda relevance yana ham ko'proq ko'rinadi bizda. Xo'p, ikkinchi holat endi provide in time to influence those decisions. Ya'ni biz berayotgan ma'lumotimizni deylik 2025-yil uchun hisobot tuzyapmiz. 2025-yilda bo'lgan barcha informatsiyalarni berishimiz kerak. Qaysi biri kechikmaslik kerak. Misol uchun. Agarda keyingi yilga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bu nima deydi? Bizni qarorlarimizga juda katta ta'sir qilib qolishi mumkin. Shu jihatdan birinchi shart relevance, mana bu topilishi shart bo'lgan, har bitta yozayotgan tranzaksiyamizda topilishi shart bo'lgan jihati va faithful representation. Ya'ni faithful represented bo'lish kerak deydi. Har bitta buxgalteriyadagi tranzaksiya u nima degan? Bu mana bu degan complete bo'lish kerak. Ya'ni yarimchalik informatsiya bo'lmasligi kerak. To'liq tranzaksiya haqida to'liq tranzaksiyani yozishimiz kerak. Biz qaysidir customerga, masalan, customerdan pul qabul qilyapmiz, yarmini yozdik, yarmini yozmadik. Complete emas. Neutral bo'lish kerak. Aytganimdek, judgmentlar bor. Judgmentlar kompaniyaning foydasiga yoki yana boshqa bir tomonga oqib ketish ehtimoli juda ham katta. Chunki u judgment asosida kelib chiqayotgan informatsiyalar. Mana shularda neutral bo'lib turish, ya'ni etika jihatdan ham to'g'ri holat qanday bo'ladi, to'g'ri baholay olish. Neutrality bo'lish kerak va free from error. Qanaqadir tranzaksiyadan tushib qolishi, shunga o'xshash narsalar bo'lmasligi kerak bo'ladi. Hop, buni framework talab qilyapti. Mana bu ikkita shart. Biz berayotgan hisobotlarimizda topilishi kerak bo'lgan shartlar. Hop, keyingilari enhancing. Hop, bularga alohida to'xtalamiz. Buni hozir sizlarni ko'p zeriktirmaydi. Menimcha buguncha teoriya qismiga yetarli. Endi sekin praktik qismiga yo'naltirsak. Hop, deb qo'yinglarmi? Hayır. Tanasi bo'lish kerak emasmi? Agar qiynaladigan bo'lsanglar, bitta qovun alishtirib suv ichib olsak bo'ladi. Qani muammo yo'q. Davom etsa bo'ladimi? Qaralar dedi. Okey. Hop. Qara. Financial accountingda 5 ta element bilan ishlaymiz. Asosiy general elementlar bor 5 ta. Xo'p, birinchisi asset. Asset bu bizdagi shu aktiv. Agar buxgalteriyada ishlagan bo'lsa, demak asset, aktiv. Xo'p. Shartida present economic resource va kontrol qilinadi biznes tomonidan va bu past event natijasida shakllanishi kerak. Mana bu juda key point.
bu definitionga ko'ra. Hop. Asset, qaranglar, biznes tarkibida biznesga resurs vazifasida ishlaydigan har qanday element va biznes tomonidan boshqariladigan har qanday element bu asset deb ataladi. Nimalar kiradi tarkibiga bilamizmi? Aytamiz. Bino, inshoot, inshootlar, pullar, cash bo'lishi mumkin, tovarlar bo'lishi mumkin, receivable bo'lishi mumkin. Da, mana bular hammasi asset. Ya'ni bu har doim pul ko'rinishida bo'lmaydi. Biznesga foyda olib keladimi? Ha, olib keladi. Chunki biz ishlatib foyda ko'ramiz. Kontrol qilinadimi? Kontrol qilinadi. Ya'ni kontrol bizda bo'lishi kerak. Va bu past event deganda o'sha qachondir bir hafta, 10 kun, 1 yil, 10 yil avval sotib olgan bo'lishimiz kerak. Mana bu kontrol bizga pastda o'tgan bo'lishi kerak. Kelajakda o'tadigan narsani biz hozirgi hisobotimizda yoza olmaymiz. Ya'ni asset sifatida qaray olmaymiz. Shuning uchun mana shu ta'rif berilgan. Okay. Asset mana shu. Liability. Endi bu biznesning qarzlari. Hop, bu qanaqa shaklda bo'lishi mumkin? Sanaymiz. ta'sischilardan qarz. Ta'sischilardan qanaqa qarzimiz bo'ladi ta'sischilardan? Equity. Ya'ni dividend payable desa bo'ladimi? Dividend payable. Okay. Kreditorga emasmi? Payable. Aha. Trade payable bo'lsa bo'ladi. Okay, yana tax Xodimlardan qarzimiz, tax bo'yicha qarzimiz. shunday. Tax bo'yicha qarzimiz olishimiz mumkin. Jalb qilingan loanlar, to'g'rimi? Kreditlar. Kreditlarimiz. Mana bularni olishimiz mumkin. Cox. Cost of Bondlar, chiqargan bondlar bo'lishi mumkin. Bond chiqarishi mumkin biznes. Mana bular bo'lishi mumkin. Ya'ni umumiy biznesning qarzlari har qanaqa shaklda bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa bir third partyga to'lab berish kerak bo'lgan qarzlar. Okay, keyingisi equity. Keyingisi equity. Endi mana shu equityni tushuntirishdan avval sizlarga bitta narsa beraman. Biz asset dedik. Asset bu biznes egalik qiladigan barcha elementlar. Biznesga foyda olib keladigan va biznes egalik qiladigan barcha elementlar. Sanab o'tdik bular hammasini. Xo'p, mana shu assetlarni biz qayerdan olamiz? Manbasi nima deganda ikkita manbasi bor. Bittasi bizda qarzlar, bittasi equity. Equity and liabilities. Oh, total asset, total equity and liability har doim teng bo'lishi kerak mana bu informatsiyalar. Demak, qaranglar. Asset bilan liability plus equity har doim teng bo'lishi kerak biznesda. Mana biznes aktiv olyapti, bino olyapti, nimani hisobiga olyapti uni? Uchraytirib puliga olishi mumkin yoki qarz olib olishi mumkin. To'g'rimi? Ya'ni biz aktivlarimizning manbasini mana bu tarafda ko'rsatyapmiz. Barcha manbani. Equity and liability ko'rinishida. Equity ko'rinishida bu biznes egasi tomonidan kiritilgan pullar va biznesning o'zini ko'rgan foydasi. Biznes o'zi yaratgan qiymati shakllanadi equity tarkibida. Ya'ni biznes yillar davomida foyda ko'rishi mumkin, equity yig'ilib boradi. Biznesga qo'shimcha uchraytil tomonidan pul kiritilishi mumkin, u ham equity shakllanadi. Va qo'shimcha tashqari tarafdan, ya'ni third partydan qarz shakllanadigan bo'lsa, bular liability. Mana bular hammasi bizda passiv element deb qaraladi, ya'ni passive side and active side. Ya'ni aktiv tarafda har doim asset, passiv tarafda shu assetlarni shakllantirayotgan manbalar. Asosiy ikkita manba, demak equity and liability. Tushundingmi? Asosiy mana shu ikkita element orqali barcha assetlarimiz shakllanadi. Endi yana ham boshqacha qilib tushuntiraman bu narsani. Endi equity ni o'zini tushuntirishda. Demak, biznesda aktivlar bor. Building, property, plant and equipment, land bo'lishi mumkin, inventories, cash, right? Receivable. Mana bular hammasi assetni tashkil qiladi. Jami asseti bor. Buning hammasini pulga aylantirish imkoniyat bormi biznesda? Bor. To'g'rimi? Ya'ni pul holatiga aylantirish mumkin. Aktivini sotsa pulga aylanadi. Xo'p, endi shu pul ikkita egasi bor deb qarasak bo'ladi. Bittasi liability tarafdan, ya'ni mana bu qarzni berganlarga ma'lum bir qismi ketadi. Undan qolgani equity da qoladi. To'g'rimi? Ya'ni
bo'layapmizda. Aktivni ma'lum bir qismi liability dan tashkil qilinganda va shu qaytarilishi kerak liability ga. Qolgan qismi equity ga qoladi. Va bu equity shareholderlarni biznesda egalik qilayotgan haqiqiy qiymatini beradi. Shareholderlarning haqiqiy ulushi oxirida biznes yopilib ketsa, olishi mumkin bo'lgan maksimal qiymatini beradi mana bu. Endi maksimal emas u. Accounting jihatdan mana shu qiymatni ola oladi. Tushunamizmi? Ya'ni equity deganda shareholderlarga biznes misol uchun yopilganda qoladigan qiymat. Juda ham ko'p olib aytganda, yopilganda shareholderlarga qoladigan qiymati equity deb ataladi. Tarfiga ham qaraymiz. Tarfda ham xuddi shunday bergan. Ya'ni residual interest degani qoldiq qiymat, ya'ni qoladigan qiymat. Ya'ni this is the residual interest in the assets of the equity after deducting all liabilities. Ya'ni barcha liabilityni assetlardan olib tashlaganimizdan keyin qoladigan qiymat. It is effectively what is returned to owners, it means shareholders, when the business ceases to trade. Ya'ni biznes yopilganda shareholderlarga qaytadigan qiymat deb qaraladi. Demak, shu joyda biz accounting equation yaratsak bo'ladimi? Buni ko'pchilik bilsa kerak menimcha. Total assets teng bo'ladi nimaga? Liabilities plus equity. Ya'ni equity plus total liabilities. Mana bu accounting equation. Bunga juda ham ko'p hali to'xtalamiz, juda ham ko'p kelamiz. Biz buxgalteriyani to'g'ri yuritayotganimizni mana shu equationdan har doim bilib boramiz. Agar mana shu to'g'ri ishlasa, demak biz to'g'ri qilyapmiz. Qachondir mana shu buziladigan bo'lsa, demak biz tranzaksiyani xato yozdik. Hech qachon buzilmasligi kerak mana bu narsa. Equation. Okay, mana bu 3 ta element, demak, balance sheetni tashkil qiladi. Balance sheet elementlari. Ya'ni balans, moliyaviy holat dedik, financial position dedik. Hammasi mana shu hisobotda ishlaydigan general elementlar. Buni endi tarkibida elementlar bo'lishi mumkin, qo'shimcha. Ya'ni ko'raveramiz, tarkibida hozir sanab o'tgan elementlarimiz alohida yuritiladi. Lekin general holatda balansda mana shular turadi. Demak, 3 ta elementni o'rgandik. Hammasi tushunarli? Asset, liability, equity. Okay. Yana qo'shimcha 2 ta element bor. Bu profit or loss statementimizning elementlar. Ya'ni income, ya'ni expense. Demak, profit or lossda yoziladigan informatsiya biznesni ko'rgan foydasi va biznesni ko'rgan zarari. Boshqa hech qanday element yo'q. Ya'ni general jihatdan qaraganimizda faqat income and expense yoziladi. Profit or loss statementda. Hop, income nima endi? Income bu ya'ni accounting jihatdan qaraydigan bo'lsak, hop, increase in asset bo'lishi mumkin, ya'ni assetni ko'paytiradi. Masalan, biz daromad ko'rdik, deylik, sotdik, sotuv bo'ldi. Sotuv bo'ldi degani daromad shakllandi. Ya'ni revenue shakllanadi, vыручка shakllanadi, to'g'rimi? Xo'p, bu bizni income'imiz ko'payyapti, ikkinchi tarafda yo cash'imizni ko'paytiradi, ya'ni bu orqali cash kelishi mumkin to'g'ridan to'g'ri, yoki receivable shakllanishi mumkin. Debitor qarzdorliklar shakllanishi mumkin. Debitor qarzdorlik bu asset degani. Ya'ni aktiv ko'paydi. Yoki ikkinchi holat, ya'ni income bo'ldi degani liability'ni kamaytirish ham mumkin. Qaysidir masalan biz sotayotgan tovar hisobiga qaysidir to'lov qilmasligimiz mumkin, ya'ni majburiyatni offset qilishimiz mumkin. Boshqa tovarni поставщикka sotyapmiz, bu поставщикdan qarzimiz ham bor. O'sha qarzni masalan offset qilishimiz mumkin. Ya'ni ikkala jihatdan ishlashi mumkin income. Expense bo'lsa shuni teskarisi. Ya'ni assetni kamaytirishi mumkin yoki liability'ni orttirishi mumkin. Masalan, men расход qildim. Nima? Komandirovkaga chiqdim, misol uchun. Komandirovkada расход bo'lyapti. Bu degani biznesda pulini kamaytiradi. To'g'rimi? Ya'ni aktiv kamayyapti. Cash asset. Yoki men majburiyat qilib qo'yishim mumkin. Ya'ni qaysidir servisdan foydalanyapman, расход shakllanyapti va pulini to'lamadim, majburiyat shakllanyapti. Mana bu holatda. Ya'ni yo bunaqasiga ishlaydi. Expense yo assetni kamaytiradi yoki liability'ni ko'paytiradi. Okay.
Agarda mana shu elementlarning hammasi tushunarli bo'lsa, endi sizlar bilan double entry qismiga kelsak bo'ladi. Okey, qarang. Mana buni bilamizmi? Nima edi bu? T-shirt. Aha, debit kredit, ya'ni T account deb ataydi, to'g'rimi buni? T account. Xo'p, T accountni mana bu qismida har doim debit, mana bu qismida har doim kredit. Debit and kredit mana shu tartibda yoziladi va mana bu yerda account name. Masalan, bu cash bo'lishi mumkin, payable bo'lishi mumkin, har qanaqa account. Okey. Endi elementlarni joylashtiramiz. Hozir sizlar bilan 5 ta element sanab o'tdik. Mana shu elementlarni birma-bir joylashtiraman va uni mohiyatini keyin tushuntiraman. Birinchisi asset. Asset expense. Hop, ikkinchi tarafda equity, liability and income. Xo'sh, bu elementlarni nimaga ikkita tarafga yozdim? Qarang. Biz double entry deyapmiz. Double entryda har doim ikkita tarafi bor, debit, krediti bor, to'g'rimi? Har qanday tranzaksiyada shu debit va kreditni yozishimiz kerak biz. Endi shu mana bu yozgan elementlar double entryni debit tarafiga tushsa, har doim bular tarkibida o'sish bor, ko'payish bor, increase bo'lyapti degan ma'no bor. Double entry yozdim, debitda cash yozdim. Cash nima edi? Pul. Assetmidi? Ha, ishit. Asset. Demak, cash ko'payyapti. Har doim shunday tushunamiz. Xo'p, expense yozdim debitga. Nima degani ekan bu? Xarajatimiz ko'payayotganini anglatadi. Tushundik-a demak? Birinchi tarafdagi elementlar shu debitga tushsa demak, oshayotgandan. Mana bular ham xuddi shunday. Kreditga tushib qolsa, ya'ni kredit saytga bekorga yozmadim. Equity kreditlansa, ya'ni equity deganda share capital deyishimiz mumkin yoki capital account. Capital masalan kreditlansa, demak ko'payish bo'lyapti capitalda. Liability kreditlansa, majburiyat ko'payyapti. Xo'p, income kreditlansa, daromad ko'payyapti biznesda. Har doim mana shu logika ishlaydi. Endi teskarisi bo'lib qolsa-chi? Teskarisi bo'lsa teskarisi, ya'ni mana bular bu tarafda kamayayotganini anglatadi, ya'ni kreditga tushsa. Va mana bu tarafdagi elementlar bu yoqqa o'tib yozilsa, ya'ni debitda yozilsa, buni ham kamayayotganini anglatadi. Misol uchun men expense yoki income ni debitga yozadigan bo'lsam, income ni debitga yozsam, demak income ni qiymati kamayyapti, income kamayyapti mana. Hop, asset ni kreditlasam. Demak, asset kamayayotganini anglatadi. Tushundikmi? Hop. Nima savol bor mana bu yozib bergan jadvalimda? Tushunmagan joyingiz yo'qmi? Hop, buni hamma yozib oldim. Yozib olinglar buni, hozir ishlatamiz. Hala, mana buni tarkibida, expense tarkibida boshqa bir element bor, purchase. Ya'ni expense bilan purchase aslida expense yozib olinglar, keyin tushunaman. Ungacha yozib qo'yaman. Hamma yozib bo'ldimi? Yozib bo'lgan bo'lsanglar qaranglar. Expense bu general term deyapmiz, ya'ni general. Eng tepasida turgan termin. Xo'p, buni tarkibida purchase degan element bor. Xo'p, purchase bu asosiy faoliyat uchun olingan tovarlarni mana shu purchase ifodalaymiz. Goods olsak, masalan, purchase accountga debitlanadi har doim. Ya'ni bu ham expense, lekin purchase yoziladi. Bu
for main activity. Main activity uchun yoziladi purchase, ya'ni tovar olsak, asosan tovar deb qaraylik, ya'ni goods purchase yoziladi. Mana bu revenue bo'lsa from main activity. Mana. Qaraylik. Expense tarkibida masalan elementlar ko'pda, rental expense bor masalan. Hop, rate bo'lishi mumkin, finance cost bo'lishi mumkin. Ya'ni elementlar juda ham ko'p. Lekin shuning ichida bitta farqlantiruvchi, o'ziga xos jihati bor bo'lgan purchase degan element bor. Bu tovarlar uchun yoziladi. Masalan, biz purchase qilyapmiz. Yani goods sotib olyapmiz, bu har doim purchase ga kiritiladi, purchase accountga kiritiladi. Men tovar oldim, debitda purchase, kreditda cash yoki payable yozish mumkin. Yani purchase bu expense account. Expense sifatida qaraymiz, lekin har doim purchase yozamiz goods uchun. Tushundingmi? Ya'ni qanaqadir expense yozib qo'ymaymiz, har doim purchase ga tushadi, tovar sotib olinsa. Xo'p, non-current asset sotib olsak, purchase yozmaymiz. Mana bu yerda qo'shimcha yozib qo'ydim. For main activity dedim. Non-current asset main activity uchun bo'lishi mumkin, lekin long term bo'ladi. Trading maqsadida bo'lmaydi. Mana bu yerda trading ham qo'shdim shuning uchun. Non-current asset trade qilmaymiz, oldi sotib qilmaymiz, uni ishlatib daromad ko'ramiz. Hop, revenue bor. Income tarkibidagi ham bitta element. Va bu main activity dan shakllanadi har doim. Masalan, biznesning asosiy faoliyati mashina ishlab chiqarish, GM hisobida aytsak, GM revenuesi faqat mashinalar sotuvidan bo'ladi. Masalan, ortiqcha puliga deylik, depozitga qo'yib qo'yib turib olayotgan daromadi revenue bo'lmaydi. Ya'ni tushunib olishimiz kerak, farqlab olishimiz kerak. Revenue from main activity har doim asosiy faoliyatidan shakllanadi. Okay. Endi double entry yozib bera olamizmi endi? Shunga qarab turib. Hozir men bittasiga sizga yordam beraman. Keyin menga yordam berasiz sizlar. Okay. Demak, bu tarkibida case'imiz bor edi. Mana bu case quramiz sizlar bilan. Hop. Birma-bir ishlab chiqamiz. Mana bu example berilgan. Bu exampleda Christine business haqida gap ketyapti. Ya'ni Christine bu biznes egasi, owner va biznes shakli sole trader. Chunki bitta shaxs tomonidan yaratilayotgan biznes bu. Qaranglar, birinchi tranzaksiyasi bir oy uchun tranzaksiyalar berilgan. Biz mana shularga provodkalar yozishimiz kerak. Hop. A. Kristen starts business and pays in $5,000 as capital deyapti. Kapital bilan equity bu bitta narsa. Eslab qolaylik. Kapital equity bu bitta narsa. Faqat kapitalni biz sole trader bilan partnership ishlatamiz. Equity ni bo'lsa limited liability company uchun ishlatamiz. Bitta element, lekin har xil firmalar uchun, ya'ni biznes shakli uchun har xil terminlar ishlatiladi. Demak, bu sole trader bo'lgani uchun kapital ishlatilyapti. Demak, men provodkani quyidagicha yozaman. Qaranglar. Balansga qaytamiz. Balansni aytdim. Bitta tarafda asset, ikkinchi tarafda shu assetni tashkil qiluvchi manbalar, to'g'rimi? Demak, bizda manba nima bo'lyapti bu yerda? Capital bo'lyapti, to'g'rimi? Capital ko'payyaptimi hozir? Ko'payyapti. Ko'payishi uchun qayerga yozishim kerak? Kreditga yozardik, to'g'rimi? Capital accountni. Hop. Nima ko'payyapti yana biznesda? Pul ko'payyapti. Pul ko'payyapti. Cash ko'payyapti. Cash nima edi? Cash asset edi, to'g'rimi? Asset ko'payyapti. 5000 cash ko'paydi va shuni manbasi capital bo'ldi. Provodga tushunarli, hammaga. Okay, ikkinchisiga o'tamiz. B'sida. The business buys car for
$1,000 cash. Demak, biznes sarflashni boshladi pullar. Qayerga sarflayapti? Aktiv ol. Aktiv olyapti, ya'ni car sotib olyapti, right? Car bu aktiv. Aktiv qayda ko'payadi? Debitda ko'payadi. Bizda ko'payyaptimi aktiv? Ko'payyapti. Car sotib olyapmiz. Biznesda mashina paydo bo'ldi. $1000 aktiv yaratdik. Okay, u nimani hisobiga yaratildi? Pul hisobiga. Pul hisobiga, ya'ni pulni kamaytirib, ya'ni boshqa bir aktivni kamaytirib, o'rniga boshqa bir aktiv keldi. Demak, cashni kamaytiramiz. Mana cash kamayishi. Kreditga olsak kamayadi deganlik. Kamayapti. Bu qirayotgan manimcha tushunarli. A and B. C case ko'rsak, ya'ni C transaction. They buy goods for resale for $500 cash. Demak, 5000 Narsa sotib oldi. nima sotib olyapti aynan? Sotish. Tovar. Resell uchun tovarni sotib oldi. Tovar sotib oldi. Tovarni qaysi akkauntga yozamiz dedik? Asset. Purchase. Purchase dedik. Purchase qayerda shakllanarkan? Debitga ko'payadi. Debitda. Uni expense dedik. Expense ko'payyapti bizda, ya'ni goods ko'payyapti biznesda. Shuning uchun purchase debitlanadi. Qanchaga sotib oldi? $500 ga. Xo'p, nimani hisobiga sotib oldi? Cash hisobiga sotib oldi, right? Cash kamayyapti. Shuning uchun kreditlayapman. Cash kamaydi. Okay, great. Hop, keyingisini bajarib bera olamizmi? Ya'ni biz D ga keldik, D transaction. Birinchi demak, xohlovchilardan boshlaymiz. Kim yordam beradi? Okay, sizmi? Bu qanaqadir Mr. A hisob bergan puliga yana resell uchun tovarni sotib oldi. Okay, demak, provodkani qanday bersak bo'ladi? D transaction uchun. Liability, kreditga liability bo'ladi. Liability, ya'ni payable yozamiz. Payable bu Mr. A ga. Mr. A dan qarz bo'lyapmiz biz. Okay, debitda nima bo'lyapti? Debitda yana Tovar purchase purchase. 600 purchase bor. Shunday. Purchase bo'lyapti, ya'ni tovar sotib olyapmiz. Qiymati $600. Okay, great. B'siga o'tsak. E'siga o'tamiz, sorry. They pay rent of $200 cash. Arenda uchun Ijara to'landi, $200 kamayyapti. Okay. Expense ko'paydi. Hop, debitga nima yozaman, kreditga nima yozaman? Kreditga cash. Kreditga cash yozaman, chunki cash nima bo'lyapti? Kamayyapti. $200 ga kamayyapti. Debitda rental expense yozaman. Shunday expense, right? Qanday inkor yo'q bo'ldi, faqat nomi bilan yozib ketyapman. Aynan nima uchun chiqyapti? Rental expense. Okay. F transaksiyamizda. Hop. They sell half of the goods for $800 cash. Demak. Tovarimiz yarmi sotildi. Hop, F uchun. Hop, qanaqa income bo'lyapti bu endi? Savol. Oddiy income. Revenue bo'lyapti. Revenue bo'lyapti, right? Bu ya'ni Asosiy faoliyat. asosiy faoliyatdan bo'lyapti-yu, ya'ni bu biznesning asosiy faoliyati tovar oldi sotish bilan ishlayapti. Demak, asosiy faoliyat bo'lgani uchun income yaratilyapti. Buni men qayerga yozaman? Kreditga. Kredit. Revenue kreditda yaratiladi. Ya'ni income. Mana bu jadvalga agar qaytadigan bo'lsak. Sorry, mana bundan ko'rsatyapman. Mana bu yerda yozdik-ku, income kreditda ko'payadi. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz ozgina. Okay. Demak, revenue yaratildi. Hop, debitda nima shakllandi? Cash. Cash kelyapti. To'g'rimi? Tovar sotyapmiz, cashni olyapmiz va daromadni ham yozib qo'yapmiz. G transactionda. Hop, they sell the remaining goods on credit for $900 to Mr. X. Demak, kim yordam beradi bu transaksiyaga? Okay. Qayda receivable, debit, credit? Debitda receivable. Nima sababdan debitda? Ya'ni receivable o'zi nima edi? Bu aktiv edi, to'g'rimi? Ya'ni debitor qarzdorliklar. Ya'ni biz olishimiz kerak bo'lgan pul deb qarasak bo'ladi. Demak, receivable deb ataymiz buni.
Nimaga receivable? Chunki biz kreditga sotyapmiz, nasiyaga sotyapmiz. Pulini hozir olmadik. Mr. X ga buni qarz qilib ilyapmiz. Mr. X dan olishimiz kerak bo'lgan $900 bor. Nimani hisobidan bu? Biz revenue hisobidan unga tovar sotyapmiz. $900lik. O'shuni hisobidan receivable shakllanishi kerak. Ya'ni biz undan olishimiz kerak bo'lgan pulimiz bor. Okay? Savol bor edi. Bemalol. Bu revenuega tushish uchun biz goods birinchi kredit qilayotgan revenue Yo'q. Xalqaroda biroz boshqacha ishlaydi. Hozir tushuntiraman. Qaranglar. Mana shu tranzaksiyaga hozir sizlar bilan balance sheet and profit or loss tuzamiz. Balance sheet and profit or loss tuzamiz. Shunda tushunib olasizlar. Qanday bo'lishini. Okay. Tushunarli mana bu qismi. G ko'rdik. G ni ko'rdik, H ga keldik. They pay $400 cash on account of amount owing to Mr. A. Mr. A mana bu yerda bo'lgandi. Eslasanglar. Shu bo'yicha solishtirib, menga yordamlashinglar. Tranzaksiyani double entry'sini yozishga. Hop, qaranglar. Liability ko'payaptimi, kamayaptimi mana bu yerda? Kamayapti, to'g'rimi? Ya'ni qarzimni yopyapman. Demak, liability qayerga yozishim kerak? Debitga. Debitga. Kreditga cash. Liability. Kreditga cashda yopayotganim uchun cash yozaman. Summasi 400 dan 400. Okay. I bo'yicha. I transaction. They received $500 from Mr. X. Hop, receivabllar 500 Receivable. javob. Bu degani kamayyapti. Receivable kamayish uchun qayerga yozishim kerak? Kreditga yozamiz. Kreditga yozamiz. Chunki receivable aktiv edi. Aktiv kamayish uchun men kreditga yozishim kerak. Cash ko'payadi. Cash ko'payadi. Chunki cash kerak bizga, to'g'rimi? Va oxirgisi J transaction. Christine withdraws $100 cash from the business. Withdrawal degani bu Kapital kamayishyapti. Da, mana bu yerda qaranglar. Ikki xil holat bo'lishi mumkin. Ikki xil holatda yozilgan muammo yo'q. Ya'ni debitda, ya'ni kapital kamayaptimi, ko'payaptimi hozir? Kamayapti. Demak, qayerga yozishim kerak capital accountni? Debitga. Debitga. Kapital yozilgan bo'ladi yoki drawing account, ya'ni withdrawal. Drawing yozilgan bo'ladi. Ya'ni drawing bu counter passiv. Mana bu kapitalni kamaytiruvchi shu. Shuni qilib qaraymiz, ya'ni kapital alohida, drawing uni kamaytirib turadi, minus qilib turadi. Xo'p, kreditda nima bo'lyapti? Cash. Cash to'lab beryapmiz, to'g'rimi? Cash kamayyapti. Demak, $100 dan. Okay. Hammasiga provat yozdik. Qiyin emasmi? Oson nisbatan. Okay. Oson bo'lsa, endi hisobot tuzamiz sizlar bilan. Aynan mana shuni hisobotini shakllantiramiz. Birinchi demak, statement of financial position ni ko'ramiz. Hop, statement of financial position ni ko'rinishini yozib chiqaman. E'tibor beringlar. Birinchi non-current asset keladi. Hop, non-current asset demak, bizda nechta tranzaksiya bor ekan bu yerda? Bitta. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta tranzaksiya bor ekan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Qarang, 10 ta tranzaksiyani har bittasi bo'yicha effektini ko'ramiz. Hisobotda qanaqa effekt beradi. Bu nestandartni bo'lgan hisobot, ya'ni to'liq hisobot deb qaramanglar. Ya'ni biz hozirgi o'rgangan narsalarimizdan bitta hisobot tuzib ko'ramiz. O'z umumiy hisobotlar bir-biriga qanaqa bog'langan, qanaqa ishlaydi. Shu narsani ko'rish uchun. Hali biz o'rganmagan bir nechta standartlar bor, ularni hozir qo'llay olmaymiz, bilmaganimiz uchun. Demak, birinchi mana shu non-current asset keladi va current assets va shu bilan biz total assetni ko'rishimiz mumkin. Total assets. Mana bu qismi total asset va buni belgilab qo'yaman. Equationimizda total asset nimaga teng bo'lishi kerak edi? Non-current assets plus current assets. Da, bu tarafdan.
qaraganimizda to'g'ri. Lekin ikkinchi taraf ham bor. Equity bor bizda. kontrapassiv shotimiz bor, drawing ham. Hozir tushuntiraman mana. Non-current asset va bizda current asset ham shakllanadi. Sorry, liability. Liability and current liability. Va shu bilan total liability and equity. Total equity and liabilities. Hop, demak. Hozir P&L statement. Yo'q, bu balance sheet, ya'ni profit of financial position. Mana aksiyalar qoldi. Tepaga yozib ham qo'ydim, hozir ko'rsataman. Umumiy ko'rinish mana shunday har doim. Ya'ni asosiy elementlar mana shu tartibda yoziladi. Men standartni shaklini beryapman bu yerda. Ya'ni non-current asset, current asset, total asset. Va ikkinchi, bu equation bitta tarafini tashkil qiladi, ya'ni total asset teng edi, total equity and liability, right? Yani mana bu qismi shu ikkinchi tarafni beradi, ya'ni equity, non-current liability and current liability. Mana shu balance sheetni ko'rinishi umumiy. Endi buni tarkiblari bo'linib ketaveradi, ya'ni non-current tarkibida bir nechta element bor, current tarkibida bir nechta element bor, mana shu ko'rinishda. Xo'p, birinchi provodkani yozsam, akslantirsam balansda. Kesh ko'payapti, kesh qayda bo'ladi? Current assetda bo'ladi, to'xtatib. Demak, current assetga men yozaman. Birinchisi endi tartib bo'yicha eng likvidliligi past bo'lganidan yuqorisiga qarab yuradi. Demak, inventory eng likvidlilik jihatdan yomoni, ya'ni inventoryni keshga aylanish ehtimoli juda ham kam. Shuning uchun birinchi bu yoziladi. Receivable keshdan ko'ra yaxshiroq. Tezroq pulga aylanadi. Va kesh. Asosiy mana shu 3 ta element keladi F3 dan. Bir ikkita joyda boshqa elementlar qo'shilib qolishi mumkin, lekin biz mana shu 3 ta element bo'yicha ishlasak yetarli. Tushunib olishimiz uchun. Demak, kesh ko'paydimi? Tranzaksiyada? Hop, keshni ko'paytiraman. 5000 keldi. Right? 5000. Hop, bu total assetni yaratdi 5000. Hop. Provodkaning ikkinchi tarafida nima edi? Kapital. Kapital qayerda turadi? Equity da. Keling endi mana buni equity emasda kapital deb qo'yaylik. Chunki bu yoqda sole trader haqida gaplashamiz. Capital account. Kapital tarkibida capital account bor. 5000 shakllandi bundan. Okay. Ikkinchi tranzaksiyada cashni sarflab car sotib olyapman, right? Demak, cash qancha qoldi? 4000 qoldi. Mana bu yerda car shakllandi, to'g'rimi? Car sotib oldik. Ya'ni bu yoqda hop vehicle sifatida ko'rsatsak bo'ladi. Mayli, car ko'rsin. Yetadi. Car ko'rsin tushunarli bo'ladi. Hop. 1000 car shakllandi, bir tranzaksiyadan boshlab. Total asset qancha bo'lyapti? 5000. O'zgarmadimi? Yo'q. Kapital o'zgardimi? Yo'q. Demak, mana bu ham 5000 edi. Mana bu ham 5000 bo'lib kelyapti. Ya'ni total asset equals total equity and liability. Ishlayapti equation. C transactionga o'tamiz. Purchase bo'lyapti cashga. Hop. C da. Okay. Cash. Cash kamayapti. 3500 bor. 3500 qolyapti. Endi bu nimaga aylanyapti? Inventory. Tovar bo'lib kelyapti bizga. Car o'zgardimi? Sotib olmadik, to'g'rimi? Turibdi hali ham biznesda. Demak, umumiy 5000 gacha turibdi. Kapitalga o'zgartirish kiritmadik. Qo'shimcha kiritmadik yoki hech olmadik, shuning uchun bu ham 5000 gacha turibdi. Tushunyapmiz? Equation ishlayotganini. Okay, C dan keyin D ni ko'ramiz. Purchase. Payable hisobidan ekan. Hop, chalg'amaymiz. Okay. Purchase qilyapmiz. Purchase qayerga borar ekan? Inventory ko'paygan, receivable ko'paygan. Hop, inventory qancha bo'ldi? 500 ga olyapman. 600 bor. 1100 bor. 1100 bo'ldi jami, to'g'rimi? Avval 500 sotib olgandik, yana 600 sotib oldik. 1100. Kesh kamaydimi?
Kesh hisobdan to'ladikmi? Receivable. Yo'q. Debtorlik ko'paygan. Demak, kesh 3,5 minggacha turibdi. Current liability kamayapti. Mana bu 1000likgacha turibdi. Debitor ko'paygan. Demak, 5600 bo'lyapti umumiy hisoblasam. Okey, kapital o'zgardimi? Yo'q. 5000likgacha turibdi. Endi payable shakllandi mana, to'g'rimi? Mana bu yerda trade payable yozishim kerak. Payable shakllandi 600. Qarz oldim. Ya'ni qarzga tovar oldim. 5600. Equation ishlayaptimi? Ishlayapti. Transaction kelyapmiz. Rental expense qilyapmiz $200. Cash sarflayapmiz bunga. Demak, cashdan chiqib ketyapti 200. 300 qolyapti. Inventory o'zgarishsiz turibdi. Car o'zgarishsiz turibdi. Hop, total asset 5400 mi? 5400. 200 chiqib ketdi-yu. 5400. Qatdan chiqdi? Yozmadi. Cashdan chiqib ketdi-yu. Ha. 1500. Kapitalni o'zgardimi? Yo'q, o'zgarmadi. 5000 gacha turibdi. Liability o'zgardimi? O'zgarmadi, 600 gacha turibdi. Bu 5600 bo'lib qolyapti. Nega? Rent qayerga yozamiz? Qayerga yozamiz? Savol sizlarga. Administrative expenses. Administrative expense u qayerda bo'ladi? Anaqada. Assetda bo'ladi. Shunaqami? Qaralar. Qara. Ha? Yo'q. Liability shakllantirmadik-ku, pulni to'laverdik. Qaralar. Bizda ikkinchi hisobot yetishmayapti. Ya'ni sizlar bilan income and expense qayerda yozamiz degan edik? Yo'q. Profit or loss hisobotimizda, ya'ni profit or loss hisobotida income and expenselar bo'yicha barcha ma'lumotlar u tarafga yoziladi. Bu narsani yozmadik, ya'ni u hisobot qiladi. Shuning uchun equation o'sha buzildi mana shu joyda. Demak, biz tuzishimiz kerak ekan. Xato qilayotgan ekanmiz. Hop, statement of profit or loss quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Revenue, cost of sales va gross profit shakllanadi bundan. Hop, endi boshqa davr xarajatlari, sotuv xarajatlari odatda bo'ladi qolgan qismda. Endi bizda hozir kesimizda yo'q bo'lgani uchun as expense qilib ketaman. Qarshi bo'lmasa ham. Net profit shakllanadi oxirida. Ya'ni bizda mana bu yerda gross profit va bu yoqda net profit. Va bizda transaksiyalar bo'yicha nomlashimiz kerak. Birinchi hozirgi kelgan transaksiyamiz transaction, right? Bo'yicha. Xo'p, tovar sotdikmi? Gacha. Yo'q, Gacha sotmadik. Demak, tannarx ham yo'q. Tovar sotmasak, tannarx ham bo'lmaydi. Gross profit nol. Lekin bizda asl expense bor, ya'ni asl tarkibida rental 200 boshqa. Yana ma'lumot o'rnida xalqaro hisobotlarda mana buni qavsda bo'ladi minus, ya'ni rasxodlar qavsga olinadi. Nimaga bilamizmi? Yo'q. Yo'q, endi minus qo'ysak ham bo'lardi bunaqada. Minus qo'ysak ham bo'lardi. Nima sabab? Xo'p, sabab prosta endi qiziq fakt bo'lgani uchun aytib o'taman. Bu yoqqa umuman aloqasi yo'q. Shunchaki investorlarga minus raqam xunuk ko'ringanligi uchun mana shu qavs ko'rsatilgan. Ya'ni investorlarga bu minus narsa ko'rsatilsa, xuddi bir zararda chiqayotgandek ko'ringani uchun qavs ko'rsatilgan. Ya'ni bu shu minusni beradi. Bir xil narsa. Okey, demak biz net profit emas ekan, loss ekan. Ya'ni mana shu joyda loss yaratdik $200. Chunki rasxod yaratdik biz. Demak, u qayerga boradi deganda aytdim sizlarga. Equity tarkibiga keladi degan edim. Profit and loss. Hop, mana bu yerga drawing yozib qo'yamiz, hali keladi. Undan keyin bizda net profit or loss. Buni odatda retained earnings deb ataydi. Hozir endi sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana bu yerda yozib ketyapman, ya'ni profit yoki loss shunchaki. Retained earnings deb ataydi odatda. Hop, demak, retained earning bizda lossda chiqyapti. Bu degani mana bu 400 ga tushadi.
Equation ishladimi? Ishladi. Okay. Keyingisiga o'tamiz. F tranzaksiyada cash 800, revenue 800 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, cash ko'payyapti 800 ga. 4100 bo'lyaptimi? Okay. Inventory o'zgardimi? Yo'q. Nimaga? Tovar sotdik-ku. Qanchalik tovar sotdik? Qanchasi chiqib ketdi? Qaranglar. F degan bo'lsa, half of the goods. Yarimi. Tovar qancha edi bizda? 400. Yo'q. 100 yarmi chiqib ketsa 550. 550 ga qolgan bizda. Xo'p. Kar o'zgarmadi, right? Yo'q. Okay. Demak, umumiy qancha chiqyapti? 5650 mi? Okay, 5650 ekan. Kapital o'zgarmadi, 5000 gacha turibdi. Drawing qilmadik. Xo'p, endi foyda zararni hisoblashimiz kerak bu bo'yicha. F bo'yicha. F transaction bo'yicha. Demak, 800 ga sotyapmiz. Narx qancha ekan? 550. Gross profit 250. 200 rasxodimiz bor. 50 foydada chiqamiz shunda. To'g'rimi? Ya'ni mana bu rasxod bu yoqqa ham o'tadi, hali ham borda bu rasxod. Shuning uchun demak, 50 biz foydada chiqayotgan bo'lsak, 600 majburiyatimiz bo'lsa, demak 5650 equation bajarilyapti. Okay, great. F ham ko'rdik, G ga keldik. Receivable yaratyapmiz revenue orqali. Ya'ni tovar sotdik. Hop. Car demak Turibdi. turibdi. Yo'q, turmayapti. Car turibdi. Inventory. Inventory. Chiqib ketdi hammasi, to'g'rimi? 550 sotib oldik. Okay. Receivable shakllandimi? Shakllandi. G transaction bo'yicha gaplashamiz. Shakllandi. 900 receivable, ya'ni olishimiz kerak bo'lgan debitorkamiz bor, ya'ni debitor qarzdorligimiz bor. Cash o'zgardimi? Yo'q. Cash kelmadi. Okay. Mana buni olib tashladik. Demak, 5100 6000 bo'lyapti jami, to'g'rimi? Kapital o'zgarish bormi? Yo'q. Kapital 5000 gacha turibdi. Majburiyat yopdikmi? Yo'q. Yo'q, yopmadik. 600 gacha turibdi. Endi biz profit or loss yaratib olishimiz kerak. F G kelgan. Okay. Demak, qanchalik sotdik? 900. 1700 bo'ldimi jami? Aha. 1700 bo'ldi. Umumiy tovar tannarxi 1100 edi. Yo'q, ya'ni 550 qo'shildida, qolganini ham sotib oldik-ku biz. Jami 1100 lik tovarni sotdik. O'rtada biz foyda ko'ryapmiz, ya'ni gross profit ko'ryapmiz 600. 200 yana rental expense'imiz bor edi. Buni olib tashlaydigan bo'lsak, bizda 400 foyda chiqyapti. Demak, 400 foydani qo'yadigan bo'lsam, jami balansim, ya'ni total equity and liability 6000 chiqyapti. Okay, equation bajarilyapti. H ga yetib keldik endi. H bo'yicha. Hop, H da qanaqa tranzaksiya bo'ldi? Liability ni nima qilyapmiz? Qaytaryapmiz, javob beryapmiz, to'g'rimi? Cash orqali javob beramiz. Demak, cashdan 400 kamaytirishim kerak. Cash 400 kamaysa 3700 qoladi. Receivable 900 ligicha turibdi. Tovarim yo'q. Car 1000 ligicha turibdi. Totalda 5700 qoldi. Kapital O'zi turadi. 5000 ligicha turibdi. Foyda zararni o'zgardimi? Yo'q, o'zgarmadi. Qo'shimcha rasxod qildim yoki daromad ko'rdim, yo'q unaqa narsa. To'g'rimi? 400 ligicha demak foydam turibdi. Qarz yopdimmi? Yo'q. Qancha qoldi? 200 qoldi. Demak, umumiysi 5000 tepada 600 midi?
600 ekan. Hisoblasak 600 chiqadi, 5600 chiqadi. Okey. Xo'p, H ham ko'rdik, I ga yetib keldik. Cash receivable bo'lyapti. Ya'ni receivable orqali bizga cash kelyapti. Shundaymi? Cashimiz ko'payapti. Qancha ekan summasi? 500 ekan. Okey, 500. 500 qo'shamiz cashga. 4200 bo'ladi. Receivable kamayyaptimi? 400 qolyapti. 500 ni oldik chunki. Kar o'zgarmadi. Total 5600. Hop, kapital o'zgardimi? Yo'q. Yo'q. Foydachi? Yo'q. Yo'q. Payablechi? Yo'q. 5600. Va oxirgi transaksiya. J bo'yicha. Capital and drawing. Ya'ni kapitalni kamaytirdik 100 ga. Va cashdan to'ladik buni. Demak, cash kamayadi. 4100 ga tushiramiz. Receivable'imiz 400 ligicha turadi. Kar 1000, ya'ni 1000 ligicha turadi. 5500 ga tushadi. Hop, bu 5000 ligicha yozsak, 1000 100 buni kamaytiruvchi qiymat bor. 400 va 200. Sorry, 200 o'zi. Umumiy 5500 chiqyapti. To'g'rimi? Kapital kamayapti. Faqat buni alohida ko'rsatdik. Minusni ko'rsatdik. Kapital kamayapti. Mana bu counter passiv shot deb ataladi. Ya'ni shu passivni kamaytiruvchi shot. Shunaqa qarzay bo'ladi. Okey. Mana sizlar bilan hozir financial position qanaqa bo'lishini ko'rib chiqdik, tushundik. Menimcha equation ishlatdik, profit or loss qanaqa ishlashini o'rgandik. 5 ta elementni aniqlab oldik. Double entry'ni to'liq o'rgandik desa ham bo'ladi. Ya'ni biz bundan keyin provodga, ya'ni qanaqadir tranzaksiya berib qo'ysak, bemalol provodga yoza olamiz. Bemalol yoza olamiz. Agarda o'sha chizilgan tabletsamizdan to'g'ri foydalana olsak, to'g'ri tushunib, to'g'ri tahlil qila olsak, har doim provodga yoza olamiz. Okey. Bugunga qilingan maqsadlar mana shu edi. Bugunga mana shu asosiy rejada savollar bo'lsa bemalol, takliflar bo'lsa ham bemalol. Qiyin emasmi o'zi? Qiynalmadinglarmi? Zerikib qolmadinglarmi? Oxiri qiziq bo'ladi. Biz shu qizig'iga olib kelamiz senga. Ya o'zi birinchi darsimiz biroz baribir kirish qismi bo'lgani uchun ozgina teoriyadan kelmasak bo'lmaydi. Bu narsalarni tushunib olishimiz uchun qaysi prinsiplar asosida qilyapmiz buni ko'rsatib berish uchun majburmiz. Biz tanishib olishimiz kerak. Qarang, profit or loss bitta davr uchun ma'lumot beradi. Biz hozir bu yoqda 1 oylik davr haqida gaplashyapmiz. 1 oy ichida rentga qancha rasxod qildingiz? Yo'q, endi qarang. Ne standart edi mana bu hisobotimizda. Tranzaksiya hech qachon hisobot qilinmaydi. Prosta men qanaqa ishlashini ko'rsatib berish uchun bu narsani shakllantirdim. Lekin mana shu tranzaksiyalar hammasi yig'ilganda xuddi mana shu ko'rinishda, endi birma-bir emas, bitta ustunga hammasi yig'iladi. Ha, bitta ustunga hammasi yig'iladi. Mana shu oxirgi qatorimiz kelib chiqadi. Bittada tuzganimizda mana shu oxirdagi qatorimiz kelib chiqadi. Balans holatida bu ko'rinadi. Mana bu profit or loss holatida oxirgi qatorimiz ko'rinadi. Demak, profit or loss, ya'ni yaxshi savol berdilar, qaranglar. Balans aynan bir kunda biz reporting date'imiz qachon bo'lsa, aynan o'sha kundagi moliyaviy holat bo'yicha ma'lumot beradi. Ertasiga o'zgarib ketadi bu. Ya'ni bu degani, kar hozir 100 ming turgan bo'lsa, ertaga sotilib ketishi mumkin. Yo'q bo'lib qolishi mumkin. Receivable ertaga qaytib kelishi mumkin. Ya'ni bu aynan mana shu 31-dekabr sanasiga tutsak, o'sha sana uchun ma'lumot beryapti. Demak, balans bitta sana, bitta nuqta uchun ma'lumot beradi. Profit or loss bo'lsa, davr uchun. To'liq davr davomida qancha daromad ko'rdi, qancha rasxod qildi va qancha foyda ko'rdi oxirida. Demak, biz bitta davr mobaynida qancha rental expense qildik? 200. Oxirgacha saqlanib bordi shuning uchun. Mana shu. Yana qanday savollar bor? Buni ichiga amortizatsiyalar ham kiradi.
kiradi. Biz hali o'rganmaganimiz uchun qilmadik. Hozir masalan amortizatsiyaga o'tib ketib qolsa tushunmaysizlarda. Tushunib qolasizlar. Ya'ni buni standartni har bitta mavzuyimizni hali planni tashlayman bugun sizlarga xudo xolasa. Mana shu joyda ko'rib borsak bo'ladi. Qachon nima o'rganamiz? Hammasi planlashtirilgan. Avvaldan tayyorlanib kelsak bo'ladi bu narsaga. Masalan, qiziqib umumiy nimalar ko'ramiz mavzu tarkibida. Ozgina research qilib ko'rsak bo'ladi. Juda foydali bo'ladi. Chunki kelganimizda yaxshi his qila olamiz nima haqida gapirayotganimizni. Foydali bo'ladi. Shuning uchun plan beriladi odatda va masalan revision darslariga doimiy vazifalarni bajarib kelishimiz kerak. Boshdan yana bu narsani aytib qo'yay. Men super ustoz bo'lmayman. Sizlarga qanchalik harakat qilib zo'r tushuntirmayin. Agar sizlar praktik qilmasanglar, hammasi bir tugaydi. Hozirdan aytaman. Chunki bu narsalar ma'lumot shunaqangi ko'payadi. Shunchaki eshitib, o'qib, eslab qolish imkoniyati yo'q. O'rganib qolish imkoniyati yo'q. Buni qachon o'rganamiz? Faqat praktika bilan. Berilayotgan keyslarni to'liq bajarib, tushunishga harakat qilib, qiynalsak ham, ko'p vaqt ketsa ham qilamiz, keyin erishamiz. Boshqacha imkoniyati yo'q. Shortcut yo'q F3 da. Boshlang'ich paper, kirish paper, lekin juda ham katta narsa o'rganasizlar. Bu orqali har bitta paperga sizlar til o'rganasizlar. Buxgalteriya hammasini tili, analiz qilishdan boshqasiga hammasi ishlaydi. Shuning uchun jiddiyroq qaraymiz, mas'uliyatli bo'lamiz. Revision darslariga kuchli tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Va shunga yarasha men sizlarga maksimal komfort yaratib beraman. O'sha testlarni hali ko'rasizlar berganimda, test formati qanaqa bo'ladi? Bitta test bajarasizlar, sразу javobi chiqadi orqasidan. Nimaga? O'sha joyda nima xato qilayotganinglarni ko'rib ketasizlar, tushunib ketasizlar. Ikkinchi marta xuddi shunga o'xshash test keladigan bo'lsa, uni endi keyin to'g'ri ishlashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu har bitta test bajarganimizda improvement his qilib turishimiz uchun. Ya'ni testlar shu darajada qilingan. Sizlarga maksimal kitob varaqlab, orqasidan javobini qidirib, boshqa narsa emas, joyida hammasini ko'rib ketasizlar. Kelishdik-a? Yana qanaqa savollar bor? Uyga ishlarga plan kitobdan bo'ladi? Yo'q, qarang. Vazifa tartibi qanaqa? Mana bugun mavzu o'tib berdim. Ko'rib chiqqan narsalarimizni hammasini qaytadan kitobdan o'qinglar. Men kitobni elektron tashlab beraman. Kitob varianti kerak bo'lsa, administratorlardan so'raysizlar, chiqarib sotishadi. Lekin pulli, haligi kurs ichida emas, aytib qo'ying. Xo'p. Kitobni o'qib chiqasizlar. Qayerda gaplashgan bo'lsak, o'sha qismlarni yaxshilab o'rganib chiqasizlar. Videoga ehtiyoj bo'lsa, qaytadan ko'ringlar. Ehtiyoj bo'lmasa agar, birinchi onlayn testlarni bajaramiz. Onlayn test birinchi o'rinda. Nimaga? Men sizlarning performansinglarni ko'rishim uchun. Chunki vaqt yetmay qolishi mumkin, keyslar ko'p. Onlaynni tugatdinglar, vaqt ortib qolsa, kaplarni ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi darajali testimiz kaplan. Bajara olmay qolsak, oxirida bir oylik revision bor deyapman. O'sha davrda baribir ko'rib chiqamiz, baribir yana beramiz. Ya'ni maksimal harakat qilaylik, vaqt bo'lsa bemalol bajaravringlar. Keyinroqda yana sizlarga material topib beraveraman, agar kaplanga ehtiyoj qolmasa, hammasini ko'rib chiqolsanglar. Lekin birinchi o'rinda beradigan onlayn testim sizlar birinchi prioritet bo'ladi. Shunda bugungi dars bo'yicha ham berasiz test. Bugungi dars bo'yicha ham beraman. Bugungi dars bo'yicha kamroq bo'ladi. Xuddi hozirgi tranzaksiyalarga o'xshagan mana bularni beraman. Qaranglar. Mana shu tranzaksiyalarga ikkita case bor. Hammasiga provodga yozib berishimiz kerak. Provodga o'zi yetarli. Hisobot tuzib o'tirmaylar. Qizil bo'lsa tuzsanglar mayli. Muammosi yo'q. Lekin majburiy emas. Jadvalga o'xshatib. Profit or loss and financial position'ni qizil bo'lsa tuzib ko'ringlar. Muammosi yo'q. Zavodga ham t-shirt formatida qilsa bo'ladi. T-shirt formatida o'zingizga qarang, mayli qiling. Lekin hozirgidek debit kreditda bo'lsin yonida, chunki chek qilayotganimizda kerak bizga. Excel qilib berish kerak. Haq yo'q. Tarafdan hech qanday talab yo'q. Daftarga yozingiz. Uyga ish va deadline keyingi darsgacha? Ha, maksimal shuni ishlayveringlar. Keyingi darsgacha bugungi darsni vazifalarini bajaring. Savollar yo'q. Onlaynda bir kishi bor edi. Siz kech qo'shilmadingiz darsga? O'qishda o'qiganman, qiziqqanman. Recording stopped.